Bino qurishda mijozimiz shoshqaloqligi oqibatida 20 ming dollarga tushishi mumkin edi. Bu Farg'onadagi Wine Garden. Roppa-rosa 10 oy oldin ushbu yer maydonida turar joy loyihasini boshlagan edik va yarmiga yetganimizda mijozimiz ushbu loyihani bog'chaga moslashtirishimizni so'rab qolishdi va loyiha shunday aqlli qilingan ediki, ko'p o'zgarishlar qilmasdan loyihani bog'chaga moslashtirdik. Hozirda ushbu bog'cha o'z faoliyatini boshlagan bo'lib, bu yerda bolalarni 1,5 yoshdan 7 yoshgacha qabul qilishmoqda. Bog'chada e'tiborlisi sport, chet ellari hamda alohida logoped, kasb hunarga yo'naltirilgan to'garaklar ham yo'lga qo'yilgan. Bog'chada bolajonlarni soat 7 da qabul qilishadi. Aytgancha, yana bir bu bog'chani fishkasi, siz agar davlat ishida ishlasangiz, farzandingizni 18:00 gacha bu yerda bo'lishi mumkin bo'ladi va alohida 4 mahal issiq ovqatlar bilan ta'minlanadi. Bu bog'cha sizga yoqqan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qiling.